Assalomu alaykum aka-akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana bu broker avto degan bor ekan, Yaponiyadan, Koreyadan mashina olib kelgan. Shunga nima deysizlar shunaqa? Yaponiyadan olib kelgan mashina. Biz hozir торговый kompaniyaga bor ekanmiz. Qanaqadir. Ishlar zo'rmi? Charchamayapsizlarmi? Kecha video murojaat qo'ydim. Nima qilsak bo'ladi? Dekenga ko'plar aytayapti. Kitaga borib keling deydi. Ko'plar aytadi, qazoqqa qildirganingiz yaxshi deydi. Kimga ishonishni ham bilmaysizlar. Lekin 4-5 ta tanishlarim dokument qildilar. O'tgan yil xuddi ma'na nimamni bayinki nima qilmagan. Nima deydi? O'ydamlarga topshirilmaganda. Lekin hammasini dokumenti chiqdi.